Hammaga assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugun 21-iyun Andijon mashina bozoridan Tracker, Cobalt, Nexus va qolgan mashinalarni xudo xolasa narxlarini chiqarishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va like bosing, do'stingizga ulashib qo'ying. Akalar, xudo xolasa Andijon mashina bozoridan katta bo'ladi mashinasi Gentra so'raganlarga xudo xolasa 4 ta yangi balon taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlari qator ko'rsatib o'tamiz. Polilar yo'q ekan, chexollar taqib qo'yilgan. Xudo xolasa avtomat korobka. Assalomu alaykum. 3-pozitsiyada bir qator orqalarini ochib ko'rsating. Tak. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Bu esa mashinamiz yondan ko'rinishi. Aka, mashina yili necha dedingiz? 2021 ga 22 chiqqan. 21 da oxirida chiqqan ekanda. Tushunarli. Yurgani qancha? 21, Texpasport 21, kuzov 22. Yurgani qancha? 110 ming yurgan. Kraskalari-chi? Chepcha oldida petnosi bor ekan, ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi top-toza, shu yerida ozgina petnosi bor ekan kriloda. Qolgan joy top-toza ekan. Xudo xolasa narxi qancha aka buni? 11 ming kam bor. 11 ming kami bor. Yurgani qancha dedingiz? 110. 110 ming yurgan. 11 ming kami bor deyapsiz. Faqat narxmi aka? Variant qanchagacha aka? 6 oygachami, 3 oymi? 6 oygacha variant bo'laveradi. Liboy dokument chiqaram, generalniy olsotdi. Dokumentdan muammo bo'lmaydi ekan, xudo xolasa. Barterchi? Barter yo'q. Nasiya savdo 6 oygacha bo'laveradi aka, xudo xolasa. Necha puli borlar bilan aka? 5000 puli bormi, 6000 puli? 5000, 6000 puli borlar bemalol telefon qilib kelib ko'rishib olsa bo'laveradi ekan, xudo xolasa. Aloqa uchun nomer ayting aka. 88 lik 581 30 akalar bemalol Gentra ekan tanishiga tashlab qo'yasiz, telefon qilib surishtirib olaverasizlar. Xudo xolasa keyingi Gentra mashinamiz xudo xolasa 4 ta yumshoq balon taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Evakorilar tashalgan, chexollar taqib qo'yilgan avtomat korobkada. Mashinamiz orqadan ko'rinishi. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Bu esa mashinamiz yonidan ko'rinishi. Bir qator motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu esa motor holatlari o'ta go'zal ekan. Bo'ldi aka, qo'yavering. 2022 aka. Yurgani 112 ming ekan. 3-pozitsiya, kraskasi toza. Narxi qancha aka? Metan pokoleniya metan gazlari bor, xudo xolasa. 11300 kami bor. Faqat naqdmi aka, nasiya savdo, barter, bank? Barter bor, bank yo'q. Nasiya savdochi aka? Nasiya savdo ham bor. Qanchagacha? 6 oygacha, 1 yilgacha? 6 oygacha. 6 oygacha bor. Necha puli borlar aka, telefon qilishaversin. 5000, 6000 bilan chiqaveradi. 5000, 6000 bilan xudo xolasa nasiya savdoga chiqaveradi 6 oygacha. Xudo xolasa. Aloqa uchun nomer ayting aka. 90lik 562 88 08. Kraskalari toza dedingiz aka mashina. Xudo xolasa bo'laveradi akalar. Bemalol telefon qilib liboy dokumentlar bo'laveradi deyapti. Telefon qilib surishtirib olaverasizlar. Akalar, xudo xolasa keyingi Gentra mashinamiz 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Tonirovkalari bor ekan. Aka, tonirovka ruxsati bormi? Qancha? 1 yilgacha ekan, xudo xolasa. Tak, bunaqa lilonimga o'xshagan chexol pollar tashalgan ekan. Bu yerlar alkantara qilingan ekan. Bu so'sdan orqadan ko'rinishi. Propallarni ham o'rab qo'yishgan ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi, tushmaganga o'xshaydi. Bu esa mashinamiz yonidan ko'rinishi. Tak. Ikki mashina yili necha? 2021 yurgani? 105 ming yurgan. Kraskalari qanaqa aka? Bitta petnos bor eshikda. Qaysi eshik? Shopir tomon, passajir tomonda.
Eshigi bor ekan, kraskasi bor ekan, xudo xolos. Narxi qancha aka? 11 mingdan o'tib beramiz. 11 mingdan o'tib berasiz. Faqat narxmi yoki nasiya savdo? Nasiya savdo bo'laveradi. Qanchagacha aka? 6 oy. 6 oygacha 5-6 ming puli borlar bemalol telefon qilishsa bo'laveradi ekan aka. Aloqa uchun nomerda bir yo'la aytamiz. Keyingisidan xudo xolasa kelgingisi ham akamizdan ekan. Oqidan Gentrani. Menimcha balonlar yaxshi, yangi, faqat yuvilmagani uchun eskiga o'xshab ko'rinadi. Kalpa diskalarda ekan, oddiy. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Buni jicha tayyorlash kerak ekan. Polilar tashalgan ekan. Mexanik ekan. Xudo xolasa besluk. Bes orqadan ko'rinishi. Qator rullari almashilgan ekan. Bu esa orqadan ko'rinishi. Propan gazlari bor ekan. Aka mashinaning yili necha? 2022. Kraskasi qanaqa? 84 ming yurgan. Kraskalari? Kraskalari top toza. Amerikanka faralari bor ekan. Xudo xolasa narxi 9,5 ming kami bor dedilar. Xudo xolasa. Aloqa uchun nomer aytib o'ring aka. 90lik 760 60 90. Xudo xolasa 1 2 3 nasiya savdoga chiqaveradi. O'sha aytib o'tgan nomeringizga telefon qilishaveradi. 6 oygacha xudo xolasa nasiya savdo bor. 5-6 ming puli borlar akalar bemalol telefon qilib, oqidan desanglar oqidan, qorasidan desanglar qorasidan mana ikkita akamizda bor ekan. Bemalol olib qo'yib chiqaverasizlar. Xudo xolasa keyingi katta bolalarning mashinasi Andijon mashina bozoridan yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Polilar tashalgan, chexollar taqib qo'yilgan ekan. Monitorlari bor. Xudo xolasa video registratsiyalari ham bor ekan. Mashina metanda ekan. Domkrat zapaskalari joyida ekan. Xudo xolasa bu esa mashinaning yonidan ko'rinishi. Xudo xolasa. Aka mashinaning yili necha? 2014 yurgani 380 ming. Kraskalari qanaqa aka? Bitta kiloda bor, keyin sapachalar. Bitta kriloda sapachogida bor ekan. Xudo xolasa mashinaning narxi qancha aka? Narxi uka sizlar kanalinglarga 68 ga beraylik. 68 ga ichga tushib bering aka, ichga tushib bering. 01 ekan aka, dokumentlar qanaqa bo'ladi? Liboy dokument bo'laveradi. Egasi asakali odam ekan akalar, bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi ekan. Liboy dokument chiqaveradi ekan. Xudo xolos 6008 dan tushib berasiz aka, xudo xolos telefon qilishsa. Ozboz tushib berasizlar. Aha. Aloqa uchun nomer ayting. 94lik 191 0660 akalar. Xudo xolasa Gentres degan akalarga tashlab ko'rasizlar. Yana bir qator salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Avtomat korobka 2014 qaramasdan mashina o'ta tiniq ekan. Xudo xolasa. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan keyingi Gentra mashinamiz yumshoq premium balonlar taqib qo'yilgan, o'zini diskalarida ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Tak. Eva ko'rik tashalgan, xudo xolsa chexollar taqib qo'yilgan, rollari ham tikilgan ekan. Tepasiga ham bir xil podsvetka nakitkalar tashalgan ekan. Monitorlar qo'yilgan, xudo xolsa avtomat korobka. Qator motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalari joyida ekan, xudo xolasa. Propan gazlari, taylari ham shumka qilingan ekan, xudo xolasa. Bu esa mashinamizning yonidan ko'rinishi, xudo xolasa. Bir qator motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor holatlari, xudo xolasa. Juda go'zal qilib tayyorlashibdi. Mashinamizni bir qator yonboshdan ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Aka mashinaning yili necha edi? 2023 83 ming yurgan, xudo xolasa. Propan gazlari bor, yumshoq balonlarda. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi top toza. Pulichi aka? 12 mingdan o'tib berasiz, xudo xolasa. Faqat naqdmi aka yoki nasiya savdo barter? Nasiya savdo bor. Qanchagacha aka? 6 oy, 1 yilgacha?
6 oygacha. 6 oygacha 5-6 ming puli borlar telefon qilsa bo'laveradi aka. Kelib ko'rishib olsa bo'laveradi ekan, xudo xohlasa. Gench qo'ram har juma xudo xohlasa gench qo'radi uka deyapti, muammosiz deyapti. Xudo xohlasa xudo xohlasa keyingi Gentra mashinamiz akamizdan ekan. Ikkoviga bitta nomer aytaman uka dedilar. Xudo xohlasa yumshoq balonlarda o'zini родной diska kalpa taqilganlarda ekan. Xudo xohlasa mokriy asfalt, salon holatlari evakori tashalgan. O'zini maktafonlarida mexanika, xudo xohlasa bir qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari joyida turibdi, xudo xohlasa. I zapaskalari ham joyida ekan. Bu mashinamiz yonidan ko'rinishi. I motor holatlari bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ular gaplashishyapti ekan, xalaqit bermaymiz. Labovoylari ham gripli labovoydan taqilgan ekan. Yangi qo'yilgan. Unisiga ham, bunisiga ham qo'yilgan ekan. Bundan ko'rinishi. Yili nechi mashinani? 2015. 2015 yurgani 137 ming yurgan. 137 ming yurgan. Kraskasi 4 joyda petnosi bor. 4 ta joyda petnosi bor, ichiga o'tmagan. Xudo xohlasa mashinaning narxi qanaqa aka? Buni narxi bo'ladiganini aytaman. Bo'laveradi. Yaqinlashtirib oxirini aytavering. 5800 ga 5800 ga berasiz. men xohlagan hujjat bo'ladi. Xohlagan hujjat generalniy chiqaveradi. Konditsioner ham yo'q, ishlaydi do'st. Rasxodlari yo'q, motor ходовой, hech qanaqa rasxod yo'q, xudo xohlasa. Oladi, minadi. Bo'ldi. Bu ham 6 oygacha nasiya savdo bo'laveradimi aka? Qancha puli borlar? Bu 2000 puli, 2-3 puli borlar, bemalol telefon qilsa bo'ladi. Aloqa uchun nomer ayting aka. 99lik 477 53 akalar bemalol telefon qilaverasizlar akamizdan. Gentra oqidan va mokriy asfalt, bu mexanikada, narigisi avtomat korobkada bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Xudo xohlasa Gentra mashinasi baraka bo'lyapti. Ishlarni ko'rsatdim. Yumshoq balonlarda diskasida evakori chexollari bor ekan, konditsionerlari ishlab turibdi. 3-pozitsiya avtomat, sidinlari ham siyganidan ekan. Xudo xohlasa foto orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari bor. Gaz, assalomu alaykum. Olib borib mashinani qo'yib, tepasida joyini to'q qiling. Mana shu devona bo'ladi. Mana menikidan yozib oladi 93 lik. Keyin chiqarib Ma'lumotlar qanaqa aka buni? 2022 toza 112 ming yurgan. Qancha gazi bor edi? Pokoleniya gazi bor. Qancha baraka bo'ldi aka? 11950. 11950 ga baraka bo'ldi aka. Pulli olsin aka, barakasini bersin. Xudo xolasa akalar 11950 ga baraka bo'libdi. Xudo xolasa keyingi Gentra mashinamiz, xudo xolasa yumshoq balonlar qo'yilgan, o'zini diskalarida ekan. Bir qator salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Polilar tashalgan ekan. Barlar bor, xudo xolasa. Video registratsiya ham ketami aka? Hamma yo'g'i ketadigan, xudo xolasa. Qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari, zapaskalari joyida, shumka bo'lgan ekan, qozonlari. Mashina shumka bo'lgan ekan aka. Tak. Bu esa mashinaning yonidan ko'rinishi, xudo xolasa. Yili necha aka buni? 2017 yurgani? 87 ming yurgan. Ikkita petnosi bor. Narxi qancha aka buni? 8300 ozgina o'tib berasiz. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo barter bor? Qancha? 6 oygachami, 3 oymi? 3 oy, 4 oygacha. Xudo xolasa. Tushunarli. Barterchi aka? Yili pastroq mashinalar bo'lsa, barter bor. Tushunarli. Aloqa uchun nomer ayting aka. 91lik 616 0607. To'g'rimi aka? Xo'p aka, rahmat. Xudo xolasa akalar bemalol telefon qilib olaverasizlar. Xudo xolasa akalar, katta bolalarning mashinasi 30 gradus qaramasdan sizlar uchun video qilyapmiz. Kommentariy yozib, like bosib qo'yinglar. Yumshoq balonlarda o'zini родной diskasida tonirovkalari bor ekan. Aka, tonirovka ruxsatlari bormi?
9 oy tanaffus ruxsatlari bor ekan. Bu yerlari ham qanaqadir Black Pianoga o'xshash narsa qilingan ekan. Salonlari tagi poli linoleum qilingan ekan. Undan keyin evakuator tashlangan ekan. Xudo xohlasa chexollar taqilgan. Malibu bar, Malibu roll monitorlar qo'yilgan ekan. Oldlarida ham katta oynalar qo'yilgan. Tak, bir qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. 3-pozitsiyasida luklari bor. Bu esa propani orqadan ko'rinishi. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tanaffus ruxsatlari ham 9 oycha bor dedi. Bir qator. Bu motor holatlari ekan. Mana xudo xolasa jicha-picha chang ekan. Aka mashina yili necha? 23-50 ming. 2023 50 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi top-toza. Narxi qanaqa aka bu? 12,5 ming ozgina beraman. 12,5 ming ozgina o'tib berasiz. Hamma yo'g'i bor. Ko'rsa Malibu bor, Malibu roll, monitorlar, tanaffusasi, polni shumka bo'lgan. Ha. Shumka faqat eshiklar bo'lganmi aka yoki krilolarmi? 4 ta eshik, tomlari bo'lgan ekan, xudo xolasa. Tak. Yilini aytdik aka, yurganini aytdik, pulini ham aytdik. Narxma aka finansiya savdo ham bor. Faqat narx. Barter bor 2020 tepasiga, xudo xolasa. Aka aloqa uchun nomer ayting. 91lik. 91lik 495 495 55 99. 55 99 akalar bemalol telefon qilib kimga jentra kerak bo'lsa so'rab surishtirib olaverasizlar.